yaxshi puldor restoran egasi deylik, Fransiya yoki bo'lmasam italyan restoranini ochgan restoran egasi marketing o'laroq o'zbekni, dunyo miqyosida aytyapman, o'zbekni hech qachon bosh oshpaz qilib qo'ymaydi. Biz o'zbekistonlikmiz va o'zbek taomlaridan nima deydi, turkchalab aytganda so'rimliyiz deydi-ku. O'zbek oshxonasidan bizni talab qiladi. Misol uchun men pasta pishirishni, pizza pishirishni yoki kurasan pishirishni bilmasam ayb emas, lekin boya aytganimizdek osh, somsa, kabob, sho'rva pishirishni bilmasam aybdir hisoblanadi oshpaz o'laroq. Va misol tariqasida aytamiz, biz bir vaqtning o'zida boshlagan bir qancha do'stlarimiz, kasbdoshlarimiz bor. Bir vaqtda oshpazlik faoliyatini boshlaganmiz. Birga qadam qo'ygansiz. Birga qadam qo'yganmiz. Faqat ular deylik Yevropa taomlari bo'yicha mutaxassis bo'lgan bo'lsa, biz o'zbek taomlari bo'yicha mutaxassis bo'ldik. Milliy yo'nalishda, ha. Endi yillar o'tib u odam misol uchun deylik o'sha italyan oshxonasida nari borsa, oshpazlar tilida sushef darajasiga va muayyan bir oylikkacha dalolat qila oladi. Agar bu o'zbek oshxonasi bo'yicha yurganida edi, kamida 5 ta 6 ta restoranga brend shef bo'lib, mana bundan 5-10 barobar ko'p daromad qilar edi. Bu birinchi o'zi uchun manfaatli bo'lgan maslahat. Ya'ni o'zi uchun bu, misol uchun ertaga shu soha bo'yicha zo'r bo'lsa, o'zbek taomlari bo'yicha birinchi bo'lib zo'r daromad qilishni boshlaydi.